Hammaga salom. O'tgan safar Green Card anketasini to'ldirganda ko'p xatolar qilinadigan to'g'risida video snimat qildim. Qarasamki, baribir ham ko'p savollar bo'lyapti. Har bittasiga javob berishga qiyin bo'lyapti. O'shanga mana shunaqa video snimat qilib beraman sizlarga. Eng ko'p savollardan bittasi, men 9-sinfni bitirganman, lekin o'shandan keyin litsey, kollej, akademiya, texnikumda o'qiganman. Men Green Cardni o'ynolmaymanmi degan savol. Men aytdimki, 9ni bitirib, boshqa hech qayerda o'qimagan bo'lsangiz, unda Green Card o'ynolmaysiz. Agar 9ni bitirib, keyin yana o'qigan bo'lsangiz, bitirgan bo'lsangiz, o'shanda o'yna olasiz. Shunaqa savollar keldi. Chaqalog'im bo'lsa-chi, 1 kunlik, 2 kunlik, 10 kunlik, o'sha chaqalog'imni ham qo'shishim shartmi Green Cardga? Albatta, agar 1 kunlik chaqalog'ingiz bo'lsa ham, rasmini olib, Green Cardda farzandlarni aniq kategoriyasiga qo'shishingiz shart. Agar yutsangiz ham posolstvoga kirganingizda qo'shilmagan bo'lsa, shu farzandingiz Green Cardni vizani olmaysiz. Yana bitta savol, men homiladorman. Green Cardni to'ldirayotganimda hali homilador bo'laman. Nima qilishim kerak? Agar siz homilador bo'lsangiz, Green Cardni to'ldirayotganingizda u farzandingizni yozmaysiz, chunki hali tug'ilmagan. Keyin Xudo xolisa Green Cardni yutsangiz, yutganingizdan keyin posolstvoga kirib DS 260 degan formani to'ldirasizlar. O'sha formani to'ldirayotganingizda farzandingizni o'sha yerga qo'shasiz. Yana bitta savollardan biri, men hozir Koreyada turibman, Turkiyada turibman, Dubayda turibman, ish qilib qaysidir shaharni fuqarosiman deb yozishadi. O'sha paytda Green Cardga nima deb yozishim kerak? Fuqarolikka qaramaydi, tug'ilgan joyingiz yoziladi. Green Cardni to'ldirayotganingizda O'zbekistonda tug'ilgan bo'lsangiz, O'zbekiston deb yozasiz. Yana bitta savollardan juda ham ko'p ekan, hayron bo'ldim. ZAGSdan o'tganman, lekin erim bilan yashamaymiz. Ajrashganmiz, lekin qog'oz orqali ajrashmaganmiz. Nima qilishim kerak degan savol. Agar siz ZAGSdan zakondan o'tgan bo'lsangiz, keyin eringiz bilan yoki xotiningiz bilan yashamayotgan bo'lsangiz, unda siz o'sha turmush o'rtog'ingizni qo'shishingiz baribir ham shart. Daniylarini, rasmlarini, pasportni daniylarini hammasini qo'shishingiz shart. Chunki birga yashamayotganingizda uni ahamiyati yo'q. Zakonni eringiz yoki zakonni xotiningiz bo'lsa, обязательно qo'shish. Yana bitta savol, men xotinim bilan ajrashganman, boshqa turmush qurganman, zakonni. Endi o'sha birinchi xotinimdan bo'lgan bolalarimni qo'shishim shartmi? Shart. Chunki ajrashgan bo'lsangiz ham, 10 marta ajrashgan bo'lsangiz ham, har bittasidan farzandlaringiz bo'lsa, 21 yoshga hali to'lmagan, har bittasini qo'shishingiz shart. Bitta farzandingiz ham qolib ketsa, yutsangiz, posolstvoga kirgan. Yana bitta savol, meni farzandlarimda hozir zagran pasport yo'q. Zagran pasport kerakmi to'ldirayotganimizda? Yo'q, anketa to'ldirayotganingizda bolalarni pasporti so'ralmaydi, lekin hammasini to'g'ri yozishingiz kerak. Tug'ilgan kunini, yilini, familiyasini, otini xato qilish mumkin emas. Keyin esingizda tursin, O'zbekistonda biz birinchi kunni yozamiz. 20-yanvarda tug'ilgan bo'lsangiz, 20 yanvar yilni yozasiz. Amerikada birinchi oy yoziladi. Qaysi oyda tug'ilgansiz, keyin kun, keyin yil. Shunda ham xatolik qilmanglar. Bunaqa xato bo'lsa, Green Cardni yutsanglar ham posolstvoda vizani olmaysizlar. Men shunga ham savolingizga javob bermoqchiman, chunki ko'p shunaqa savollar bo'ldi. Men xotinim bilan yoki erim bilan zakonni ZAGSdan o'tmaganmiz, nikoh qilib yashayapmiz. Qaysidir birimizni yutsak, bir-birimizni olib keta olamizmi? Yo'q, olib keta olmaysizlar, chunki nikoh o'tmaydi amerikanskiy zakon bo'yicha. Faqat zakonni xotiningiz bo'lsa, zakonningiz eringiz bo'lsa, olib keta olasiz. Lekin Green Cardni yutsangiz, keyin Amerikaga kelganingizdan keyin 3 oydan keyin qo'lingizga Green Card tushadi. Green Card qo'lingizga tushgandan keyin nikohda bo'lgan turmushingizga zakonni turmush qurasiz, keyin ularni olib kela olasiz. Lekin yana bir narsa bor. Ko'plarda zakonni xotini bo'ladi, lekin birga yashamaydi. ZAGSi bo'ladi bitta xotin bilan, lekin ikkinchi xotin bilan faqat nikoh qilib yashayotgan bo'ladi. Bu bo'tda, lekin ehtiyot bo'linglar. O'sha yashamayotgan xotiningiz yoki eringiz ZAGSda bo'lgan, o'sha qo'shiladi Green Cardga. Nikohda bo'lgan qo'shilmaydi. Shunga ham ehtiyot bo'linglar. Agar Green Card arizasini to'ldirishga sizlarga yordam kerak bo'lsa, meni profilimga kirib, o'sha yerda Telegram silkasiga bossanglar,